hurmatli abituriyentlar, demak bugun milliy sertifikat to'plami bo'yicha A+ to'plamini birinchi variant, birinchi savolni tahlil qilamiz. Boshladik. Mis atomining s va d elektronlar sonini hisoblang deyilyapti. Mis atomi bilamizki, davriy sistemada 29-tartib raqamda joylashgan bo'ladi. Ya'ni protonlar soni 29 ga teng. Elektron konfiguratsiya yozamiz. Dastavval elektron sakrash, elektron ko'chish degan tushunchamiz bor. Mana shuni tushuntirib o'tsam. Ya'ni elektron sakrash nima? Misol uchun, miqdorda n holatda oladigan bo'lsak, s pog'onadan d pog'onaga kamida bitta elektron sakraydi. Ya'ni elektron qulash, elektron sakrash degan tushuncha bor. Elektron sakraydi. Bunday elementlarga misol uchun mis elementi, qalay elementi, misol uchun qo'rg'oshin elementi kabilar asosan elektron sakrash kuzatiladi. Faqatgina elektron sakrash ikkita ham bo'lishi mumkinmi? Albatta. Atiga davriy sistemada 118 ta element bo'lsa, bitta elementimiz bor. Atiga ikkita elektron sakraydi xolos. Bo'ldi. Maksimal ikkita elektron sakraydi xolos. Bu ham palladi degan elementimiz bor, ikkita elektron sakraydi. Ko'pchilik ayrim elementlarda, ya'ni metallarda desak to'g'ri bo'ladi, bitta elektron sakrash kuzatiladi. Bularning ichida mana mis ham bor. Xo'p, mis elementidan dastavval elektron konfiguratsiyasini to'liq yozib oladigan bo'lsak, 1s2, 2s2, 2p6, 10 ta bo'ldi, 10 ta elektron bo'ldi, 2 2 6. Xo'p, endi 3s2, 3p6, 4s2, 3d 9 holatda tugatish kerak edi. Endi aytib o'tganimizdek, s elektrondan bitta d elektronga sakraydi dedik. Nima degan? Misol uchun s da ikkita edi. Mana shu bitta bo'lib qoladi, ya'ni bitta elektronni d ga beradi. Mana shu natijasida shunda 3 da 9 emas, endi 3 da 10 bo'lib qoladi. Endi elektron konfiguratsiya quyidagicha, ya'ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3 da 10 ko'rinishda bo'ladi. Endi elektron konfiguratsiya bo'yicha s va d elektronlar soni hisoblanilyapti. S elektronlar soni nechta? Ya'ni 2 ta, bu yerda ham 2 ta bor. Jami 4 ta, 4 ga 2 ni qo'shsak 6 ta. Mana bu bilan bitta bilan 4s1 bilan 7 ta. Demak, s elektronlar soni 7 ta. Endi d elektronlar mana 3 da 10 da bor, faqat 10 ta elektron bor xolos. Demak, 7 ga 10 s va d elektronlar soni to'g'ri keladi. Ajoyib. Keyingisi ikkinchi savol. Temirdan yasalgan plastinka 56 gram plastinka dastlab xlorid kislota eritmasidan ishlov berilganda 0,1 mol gaz ajraldi. Xo'p, plastinka kislota eritmasidan chiqarib olinib, yuvib, kumush nitrat eritmasiga botirilganda massasi dastlabki massaga nisbatan 14 grammi og'ir keldi. Plastinka qoplangan kumush massasini top. Xo'p. Kelinglar buni stakan holatida tushuntirib beray. Ya'ni plastinkani. Xo'p. Tasavvur qilinglar, mana bu stakan. Bunga ichida xlorid kislota to'lingan deb tasavvur qilamiz. Ya'ni eritmada xlorid kislota bor. H xlor. Xo'p, bunga temir plastinka tushiryapmiz. Ya'ni plastinka stearinch degan tushuncha keladi, temirdan yasalgan. Tushirilyapti-da, natijada nima bo'ladi? Temir xlorid kislotada erish natijasida temir 2 xlorid hosil bo'ladi. Plus vodorod ham chiqadi. Endi savol turadi. Qachon temir 3 xlorid hosil bo'ladi? Faqat xlorda o'zi reaksiyaga kirishganda bilamizki, temir 3 xlorid hosil bo'ladi. Reaksiya tayyorlashni 2 qo'yib olaman. Endi qaranglar. Mana shu plastinka yana chiqarib orildi, yuvildi. Ya'ni xlorid kislota erigan temir plastinka chiqarib olinib, yuvilib, u nimaga tushirilibdi? Kumush nitrat eritmasiga tushirilibdi. Kumush nitrat eritmasiga tushirilibdi. Xo'p, endi savol nima hosil bo'ladi? Temir 2 ham 3 valentli namoyon qiladi. Esinglarda qolsin, plastinka jarayonlarida 2 va 3 valentli namoyon qiladigan metallarda valentligi doim 2 valentli bo'lib qoladi. Xo'p, maksimal chunki 2 ta elektron oldi berdi qiladi xolos. Plus kumush siqib chiqariladi. Reaksiya tayyorlash nitratdan 2 ta bo'lib qoldi. 2, kumushdan 2 qo'ysa reaksiyamiz teng. Endi shuni tushunishimiz kerak. Ya'ni 56 gram plastinka dastlab tushganda 1 mol gaz, 0,1 mol gaz ajraldi deyilyapti. Necha gram plastinka tushgan? 0,56 ko'paytirib 1 ga bo'lsak 5,6 gram plastinka tushgan bo'ladi. Demak, mana bu plastinka chiqarilganda, chiqarib olinganda 5,6 gramligi aniq ekan. Endi qarang. Mana shu yuvilib kumush plastinkasi, ya'ni kumush nitrat eritmasiga tushirdingiz, yana mana shu stakanda nima tasavvur qiladigan bo'lsak, tushirganingizda endi bu 5 va 6 ga nisbatan 10 butoroq keldi.
plastinka massasi. Demak, hisoblab olaman. 5.6 ga qo'shamiz 10.4. Plastinka qanchaga ortdi? 5 va 6 ga 14 qo'shsak 16 grammga plastinkamiz ortibdi. Endi mana bunday ham ko'rib olamiz. 56 gram plastinka kumush nitratga tushdi. Natijada 216 gram bo'lib chiqdi. Plastinka ortdimi, kamaydimi desa, plastinka ortdi, eritma kamaydi. 216 dan 56 gram tushib 216 gram bo'lib chiqdi. Necha gramga ortdi? 160 gramga ortdi. Endi masalan sharti bo'yicha 16 gram ortdi deb ko'rgandik tajribada. Ya'ni qancha kumush qoplangan deb so'ralgan, masalan sharti bo'yicha qoplangan kumush massasini topilgan. 16 ni 216 ga ko'paytirib 160 ga bo'lsak, bunda qoplangan kumush massasi 21.6 gramni tashkil etadi. Demak, javobimiz S javobga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi savol. 3-savol, X modda yonyapti. Mana shuni ham qo'shimcha ishlab o'tib ketamiz. 3-savol. X modda yonish natijasida bir X oksidni hosil qiladi. Buni bilamiz, bu kerak emas. Bizda dastlab X moddamiz, misol uchun dastlab X moddamiz 30 gram desak, keyin 19.2 gram kislorod reaksiyaga kirishgan 9.6 gram kamaygan. Kamayish bilamizki kislorod hisobiga boradi. Shuni hisobiga 19.2 bu mana shu sarflangan kislorod deb oladigan bo'lsak, kamayapti. Mana bu 9.6 ga. Nimaga 9.6 ni faqat kisloroddan ayirayapmiz desa, chunki kamayish gaz yoki cho'kma hisobiga boradi. 19.2 dan ayirib olaman 9.6 ni. Bunda yana 9.6 gramga kamaygan bo'ladi. Demak, kamayish gaz hisobiga desak 9.6 gramga kamaygan. Endi 30 dan 19.2 ni ayirib olaman, bu kislorod sarflangan ketgani uchun. Yonish uchun sarflangan. Minus 19.2. Bunda 10.8 kelib chiqadi. 10.8 kelib chiqadi. Demak, mana buni 10.8 deb olaylik. 10.8 dan 9.6 kislorod sarflangan bo'lsa, ekvivalent bo'yicha ketamiz. Kislorodning ekvivalenti 8 ekvivalentga teng. Qanday topamiz? Kislorodning ekvivalentini topish uchun, hop, massasi, molekulyar massasi 32 bo'lamiz. Valentligi 2. 2 ko'paytirilgan atomlar soni ham 2 ta, indeksi 2 ta. 2 kere 2 4, 32 ni 4 ga bo'lsa 8 ekvivalent kelib chiqadi. Endi qancha X modda deb topadigan bo'lsa, 8 dan 18 ga ko'paytirib 9.6 ga bo'lsak, bunda 9 ekvivalent massada X metal kelib chiqadi. Demak, bu metal bo'lgan, ya'ni alyuminiy metali bo'lgan. Endi qaranglar. Ishqoriy metali yo'q, alyuminiy 3-guruh, bor gruppachasi elementi. 1 mol 165 gram xlorni biriktirib oladi. Hop, ko'ramiz. Alyumin plus xlor bilan reaksiyaga kirish natijasida alyuminiy xlorid hosil bo'ladi. Reaksiyalar uchun 2, 3, 2 qo'yib olaman. 1 mol uchun 75, 2 mol uchun, ya'ni reaksiyalar 2 tushgan. 2 mol uchun 71 dan 3 ga ko'paytirsa 213 gram xlor reaksiyaga kirishgan bo'lsa, masalan sharti bo'yicha mana javobda 1 moldan 165 gram hosil bo'ldi deyiladi. Hop, 1 moldan qancha? 213 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsangiz 165 gram bo'ladi. Ha, demak to'g'ri. Ya'ni 165 gramni biriktirib oladigan. Javobimiz B javob bo'ladi. Keyingi D oilaga mansub. Yo'q. Alyumin bilamizki D oilaga emas, P oilaga mansub. Xo'p, birikmalarda ekvivalent namoyon qiladi. Yo'q, bu ham xato. Alyumin faqat o'zgarmas 3 valentli namoyon qiladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Demak, javobimiz B javobga to'g'ri keladi.